Bu eshikda antikvar buyumlar, qadimiy buyumlar rosa ham ko'p. Bobomdan, enamdan qolgan. Ana shulardan biri mana g'altak, temir g'altak. Bunga 100 yil oldu. Nimaga ishlatiladi bu? Ana kattasidan qolgan. U sim o'ragani unaqa edi, g'altak edi, sim o'raydigan. Ashaga ketimani qo'yib, temir bilan urib, o'tkirladi. Ustiga bemas, o'zi o'tkirladi. Kemani langari bor-ku. Ha. Ashinisini shunday tortib yoki chiqarish uchun yo tushirish uchun ishlatiladi. Simini o'raydigan g'altak. G'altay bo'lgan. U umuman to'g'rilagani biror narsani ishlatilmagan, просто kemalar uchun ishlatilgan. Mana o derazani qirg'og'ida bomba turibdi, olib chiq. Mana bu Bomba asha. Ha, asha. Ashani bomba deydi. Men bomba deyman uni. Ashani ishlataman. Dadang voyenidan qo'shag'ida dars berar edi. Ashunaqadan kelib qolgan narsalar bular. Ha. 66 yil oldu. Mana shu granataga. Ha, ashunga. Mana 3-chi antikvar buyumimiz. Mana sopi. O'g'ir. Keli sopi bilan. Duvanotga ham o 100 yilcha bo'lib qolay dedi. Keyin olib ketgan. Ma bolalaringga esdalik bo'ladi. Opa dadamdan qolgan deb tutadi, jiringlatib yuradi. Qo'ng'iroq. Maktabda u vaqtida shuni manaqa jingiratar edi. Hozir elektrchisiga olib ketgan, hamma yo'q. Mana antikvar buyumlardan yana bittasi. Shu tovoqqa ham meni yoshligimda bor edi-da bu tovoq. 67 yil oldu shunga. Enam 70 tava derdi. Nima yelpis deylar bunda? Shola guruch. Tovog'imiz shu edi mana shunda. Hozir qoroli yotibdi bu. Bu sinmaydi-da, ashuncha. Alimenta. Ana samovar. Mana 70 yilgi samovar mana shu ham. Bu non polvon. Men tanlovda yutganman buni. Rosa so'rab kelishib bering deb. Materialni bilmayman ammo nima ekan. 300 ming beraman, beringlar dedi bittasi. Toshingni ter dedi.